Assalomu alaykum, Delisa Qahramonov sizlar bilan birga. Bugun biz qiladigan ishimiz bitta futbolchi olish va uni bitta kuchaytirish. 99 ta olmoslar ko'ryapsizlar. Fitnessdan 71talikdan bitta o'tamiz. Agar 23talikka yetsa, undan ham bitta beramiz. Ko'ryapsizlar. Klans uncha yaxshi emas. 3 soat vaqt qolibdi. Unga qaramaymiz. Asosiy ishga o'tamiz. Yo olaysizmi? Yo Dembeleni olishimiz kerak. Bizga Rivilladan Antony bu va Yamal bu. Hujumchilardan Kylian bu, Oyarzabal bu va Rafael bu. Olaysini olamiz. Bunda ham 1 soat ko'proq vaqt bu Dembeleda. Shuning uchun olaysini olamiz menimcha. Sizlar nima deysizlar o'rnasizlar? Olaysini olganim yaxshimi yo Mab Carvajal kelgan ketadigan o'yinchi shuni olganim yaxshimi? Bu shuni qo'taradigan masalalar bu. Olaysini bu so'ramiz davay. Mana olaysini chiqib kelishlari. Avtaz maymunchaga o'xshaydi. 11-raqamda chiqdi olaysi. Mana olaysini ham olib oldik. Rafinha bu yerga ketdi. Nima qilamiz? Kuchaytiramiz-da. Bitta raridan bosh beramizmi? Ketdi nazim davay. Jimil bilan Van Dijk. Wow. Van Dijk bo'lib qolgan yalanlar kuchiga yormayo. Ketdi Vini. Rasvo kuchaydi. Realizay. Rasvo bo'lib kuchayishlar. Oyarzabal kuchayganda aytay, full bilaytay. Antony bo'lsam full bilaytim deyman. Yana hay bilmadim. Mana gaplar. Biz sezon pasini hammasini olamiz. To'g'ri, ba'zilar bilan ham ochib bo'ladi sezon paslarni. Buni oddiy o'yin uchun kerak emas. Donat qilish. Shunga ham 5 dollar bo'lgani 50 ming so'm beradi. Qarib olmishdi tayga birodar.